Salom bolalar, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi taqdimot, tahlil, muhokama, bilim va malakalar to'plami. Bugungi darsimizdan maqsad aniq natijaga yetib, materialni va asosiy qismlarni o'lchash, belgilash, qirqish, formaga keltirish, yig'ish, qo'shish va biriktirish. Endi mana bu videoni diqqat bilan kuzating va men bilan birga chiroyli guldasta yasang. Bolalar, bugungi darsimizda biz guldasta yasashni o'rganamiz. Buning uchun bizga rangli qog'oz, yashil rangli qog'oz. Agar yashil rangda qog'oz bo'lmasa, unda uyda qanday rangda qog'oz bo'lsa, shu rangdan qilaversak bo'ladi. Yashil qog'oz olamiz, qizil va sariq qog'ozni olamiz. Buning uchun yana qaychi va bizga yelim kerak bo'ladi. Mana bu yashil qog'ozimizni olib, uzunasiga ikkiga buklab olamiz. Mana ikkiga buklab oldik. Endi mana bu yopiq tomonini, ochiq tomoni emas, yopiq tomonini olib, qaychi bilan ingichka qilib qirqib olamiz. Qirqayotgan paytimizda oxirigacha qirqmaymiz. Biz sizlar bilan bu gulni avvallar yasab ko'rganmiz, eslaringda bo'lsa, hozir shuni ko'rgandan keyin yana eslaringga tushadi. Mana shu holatda qirqib olamiz. Eslatib o'taman, qog'ozni oxirigacha qirqmaymiz. Mayda qilib qirqib olamiz. Bu guldastani dugonamizni tug'ilgan kuniga sovg'a qilsak bo'ladi yoki o'zimiz uyda buni ishlab o'zimiz dars qiladigan stolimizni ustiga qo'yib bezab qo'ysak ham bo'ladi. Mana shu tariqa qirqib olamiz. Eslatib o'taman, qog'ozni buklagan tarafdan qirqamiz. Yodlaringga tushayotgan bo'lsa kerak, biz buni avval darslarda ishlaganmiz. Mana qirqib oldik. Endi boshdan boshlab buklab chiqamiz. Mana bunday qilib buklab olamiz. Bolalar, eslarga tushyaptimi? Mana qirqib oldik. Oxiriga ozgina yelim tekkizib yelimlab qo'yamiz, chiqib ketmasin uchun. Endi qizil rangli qog'ozimizni olib, mana men tayyorlab oldim. Qizil rangli qog'ozimizni olib, qirqib olamiz. Bunga buklab qirqib olamiz. Mana qirqib oldim. Keyin buni
3 ga buklaymiz va mana bu yeriga gulni rasmini chizamiz. Mana men chizib oldim. Endi mana shu chizgan gulimizni qirqib chiqamiz. Mana bir gulda bir qog'ozdan 3 tasini qirqib oldik. Endi xuddi shu tariqa sariq rangli qog'ozimizni ham buklab qirqib olamiz. Mana men qirqib tayyorlab qo'ydim. Buni yana 3 ga buklaymiz. Va buni ustiga ham mana gulni chizib qo'ydim. Endi bu gulni ham qirqib olaman. Mana sariq rangli gulimiz ham tayyor. Bundan ham 3 gul paydo bo'ldi mana bir qog'ozdan. Endi mana bu guldastamizni olamiz. Bunday qilib bir-ikki joylardan qirqib gul yopishtirish uchun qirqib olamiz. Endi mana qizil rangli gulimizni bittasini olib, unga ozgina yelim tekkizamiz va qirqilgan joyiga yopishtirib chiqamiz. Sariq rangini olamiz. Xuddi mana shu holatda buni ham yopishtirib chiqamiz. Yana qizil rangini olamiz. Şimdi sariq rangini olib yopishtirib chiqamiz. Bolalar yodlariga tushdimi? Buni biz ishlagan edik. Mana bu gullarni ham 8-mart onalarimizga sog'ga yashayotganda bu gullarni ham ishlagan edik. Yodlariga tushdimi? Bu gulni qirqishda ham sizlar qiynalmaysizlar deb o'ylayman. Mana shunday tariqada gullarni guldastamizga yopishtirib chiqamiz. Mana bolajonlar, bizning guldasta tayyor bo'ldi. Endi bu guldastani o'rtoqlarimizga sovg'a qilishimiz mumkin yoki bo'lmasa dars tayyorlayotgan xonamizda stulning ustiga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bugungi dars tushunarli bo'ldimi? Uyga vazifa yana qanday guldastalar tayyorlash mumkin? Shuni tayyorlab ko'ringizlar. Shu bilan darsimiz Uyga vazifa guldasta tayyorlash.